Endi biz yoshimiz jinday o'tib qolganligi uchun prostata jinday 3-4 yildan beri qiynardi. Doktor Ali choylarini haqiqatda o'tgan yili olib ichganman. Ya'ni shu 3 oyga boradi deganida, 3 oyga deganda 3 oyga bo'lib ichganman shu narsalarni. Shu prostatani bilgandan keyin bu mahsulotda doktor Ali choylarini ichganimdan keyin ancha o'zgarish bo'lgan. Men Andijon shahar, Andijon viloyatidan keldim. Ismi sharifim Qoraboyev Qobiljon. Endi biz yoshimiz jinday o'tib qolganligi uchun shu prostata jinday 3-4 yildan beri qiynardi. Shu ma'da televideniyada ko'rib, reklamalarni ko'rib havas qilib keldik. Shu kelganimizdan keyin endi mana yaxshi kutishib oldi yigitlar. Shuni yana bir davolanib ko'raylikchi. Yaxshi niyatda keldik shu yerga shu. Ya havas qildik televideniyada ko'rib, siz o'zingiz ham bo'linglarni ko'rdik. Doktor Ali choylarini haqiqatda o'tgan yili olib ichganman. Ya'ni shu 3 oyga boradi deganida, 3 oyga deganda 3 oyga bo'lib ichganman shu narsalarni. Foydasi bo'lganligi uchun keyin ishimiz bo'lmay qoldi. Endi yana jinday muhtoj bo'lib qolib turib keldik-da. Men mana hurmatli hamshaharlar, hurmatli andijonliklar, men reklamalarda andijonliklarni ham ko'rdim. Shunaqa chiqib xursand bo'lib ayollar, erkaklar shunaqangi gaplarni gapirdi. Men ashada ko'rib o'zim ruhlanib ketdim-da, nimaga men bormayman endi deb. Shu bilan keyin kelib bu yerga kelsam mana sharoit juda yaxshi ekan. Birinchidan, ikkinchidan mana vrachlarimizni, doktorlarimizni ko'riklari bepul ekan, chegirmalari bor ekan, mana dorilarimizni qo'shimcha tabiiy nimalardan beryapti, choylarni, sovg'alarni bizga ham qildi mana. Nihoyatda biz xursand bo'ldik mana. Bemalol kelishinglar mumkin ekan mana. Hamma yoqda men ko'zim bilan ko'rdim. Ham suhbat bo'ldim, meni suhbatdoshlar oldi, o'rtaga mana gaplashdik mana. Juda yaxshi kutib olishdi. Bundan buyoqqa kelib davolansanglar juda ham dorining foydasi ancha bor ekan bu yerda. Har tomonlama sovg'alarni ham berishdi mana ikki qo'llashib. Juda muomalasi yaxshi, shirin so'z yigitlar ekan bari. Vrachlarimiz ham shunaqa, doktorlarimiz ham. Ana doktorlarimiz ham mana hozir kelinglar deb o'zlari kutib oldi. Hammasi bepul ekan. Aniq ko'zim bilan ko'rdim endi buni. Kelinglar, bundan buyoqqa hech xijolat bo'lmaysizlar. Mahsulotlar 50% ga hammasi. Mana ko'rsatib hamma yoqda aylantirishib yuribdi yosh yigitlar bizni.